Dilinglarda bir narsa bor deb his qilamsizlar. Yussanglar, ya ayzig o'tmaydi, tukasanglar, ya ayzig chiqmaydi. Ashta tuyg'u bormi? Uningdan boshqa shu chechanglar tushyaptamdi. Uningdan boshqa shu uxlagan vaqtinglarda bekchiq tush ko'rib, uyqunglar qilmayaptamsizlar. Uningdan boshqa ustuxonlaringlardan qatras-qutras ovoz chiqyaptamdi. Yana uningdan boshqa kayfiyatinglarni kontrol qilmayapsizlar. Kichik ishlarga yig'layapsizlar. Nima yig'lig'inglarni texib bilmayapsizlar. Mana shunday bo'lib qolganlar. U bu muallimdan masala so'rab o'tmay, u doktorxonaga beringlar. Chunki bu badanimizning bizga bergan bir signali. Hozir shu chizning bullushiga qilib tukirib kirsam, yana o'xshash kelimda bir narsa bor. Terim tozalab kirgach, sizlarga so'zligim kelib qoldi. Qizlar, qaranglar, terimning paqiraq oltini ko'rdinglarmi? Bu paqiraqlik boshqa hozir men ham o'pi ichib oldim, to'g'ri haqiqatan. Lekin men paqirgan nurni ko'rdinglarmi? Terim tozalandi degan gap, ter tozlansa ter tigidan ichiladi-chimi? Uni deymiz, buni deymiz, salomatligimizga ko'ngil bilaylik, o'zimiz ko'ngil bilaylik qizlar. Uni deymiz, buni deymiz, bizning bu dunyoga kelib yashash fursatimiz faqat bir qatimlam qizlar. Qayta yashash fursatimiz yo'q. Nurg'un oqchashliklar hozir qorchashliklarni uzib qo'yotdi. Shunda bo'lgankin har bir kuninglarni qadrlanglar-chimi? Men yuzimni tozalash jarayonida shundaq tukasam-mo, chiqma demayadigan bilmam. Qaranglar, bir narsa bor deylam. Jiqroq yaqsanglar, gelinglar putib atqanmandaq ahvollar bo'lsa, chuqum beringlar vaqtida. Azroq e'lonimni qistirib qo'yaymi, turmush vlog sunamagan ekan. Patqaq malhimimniki sani az qilib qizlar ishlatib ko'rib beringlar. Haqiqatan yaxshi. 19 koy setishdagi maqsadim sizlarga mushuni 19 koyga berish orqali, o'zimga jalb qilish orqali ma mahsulotimni setish. Nimishqa desanglar, meningda men tuzuk foyda yo'q. Lekin men mahsulotim yaxshi bahasi qarang. Yaxshi bo'lgankin men ishlatgankin menga baho bersizlar, ya'ni mahsulotimga baho bersizlar. Ondan meni izlab yana men mahsulotimni olasizlar. Shunga bu bir taktika odam, 19 koydan sotgan mahsulot. Haqiqatan yaxshi, lekin bahasi qarang o'zi yaxshi. Haftada 2 qatim ishlatib bersizlar. 15 minut turg'izsizlar, yuvidsizlar. Teringlarning oqirib qolganini, so'zilib qolganini, yumran siliq, namxushib qolganini his qilsizlar. Ter tozalash u boshqa, teriga suv namlik to'liqlash u boshqa, teriga chaplaq-chaplash u boshqa. Hammasining o'z uchlik ayrim roli bor-chimi qizlar? Askartish namligimning soni tugay deb qoldim. Bir hafta ichida tugaydi. Tugsa asli men yetib qolib beray deb o'ylashgandim, lekin u mal tugab kelsa nimani paliyat qilib berma. Shunda bo'lgankin bir terimni o'ngshib olaychi, terimning sufiti nacharlashib ketib bordi, qo'rqim jiqlab qolyapti, qurg'oqlashib ketib bordi degan qizlar. Amal bormi shu chuchonimga kirib bir yurishib pishiltinglar. Chuchon degan na degan qizlar mana do'yin dukunim meniki. Men ko'rganman. Oqibatimga kirsizlar, meni cheksa qarasanglar, men setayotgan mallar, men ishlatayotgan mallar bor o'sha 75 koy ushirish. Hozir men mani seri qarab esbiray, chunki mening soni oz debdi. Mushu ishlarni ishlatib boqmagan qizlar meni ishlatib beqinglar. Ayol o'rtaq ishlatishinglar emas keldi. Mush terim bir xil xunukni bir tozalab boqay, terim davomli maydishib oladi. Terimni bir tozalab boqmabdi, men mundaq narsani men ishlatib boqmabdi, men umrimda, hayotimda degan qizlar bir ishlatib beqinglar. Haqiqatan yaxshi-chimi? 15 minut turg'izib yuvatsanglar bo'ladi. Oqidan chaplaq-chaplab yuvatsanglar texi yaxshi. Degan kechda suv namligini ishlatib bersizlar. 3 kunda bir patqaq malhimini ishlatib bersizlar. Muntazam bir oy ishlatib beqinglar. 75 bo'lgan mush 3 xil mahsulotlarni bir oy ishlatishinglarga yetadi. Mushu terimiz suvsizlikdan qiyrido bilib olinglar-chimi? Terimiz suvsiz bo'lsa, qurg'oq bo'lsa, muddatdan burun qo'rqib tushidi. Terimiz kulib bo'g'ich purlab tashayotgan qog'ozda qo'rqligimiz mana deb bilinib qoldi. Yana undan boshqa terimiz xunuklashidi, to'piy bo'ldi, girim qilsak yaxshi singmaydi. Mush ahvollarning hammasi teri suvsizlikdan kelib chiqadi. Shunga bek cho'ng umid kutib olgan qizlar, bek ko'ptirma e'lonlarni chiqib ko'rib ketgan qizlar, hech qanday bir mahsulotning damaligi terini oyqib etish roli yo'q. Faqat asrash, oldini olish, yaxshilash roli bormi? Undan ishlatib ko'rib beqinglar, haqiqatan yaxshi. Hozir meni isib qo'yaymi? Chuqum sinab beqinglar. Biror o'zgarish bo'lsa, badninglarda doktorxonaga beringlar. Mahsulotimdan mundaq umid kutib olgan qizlar ammanglar.